O'zbekiston bo'ylab olib borilgan tekshiruvda 400 ga yaqin sifatsiz qurilish aniqlandi. Shunga qaramasdan qurilish to'xtatilmasdan davom ettirilgan. Eng og'ir ishlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Chorvoq hududida 5 milliard dollarlik ulkan loyiha boshlanmoqda. Yangi Toshkent loyihasida 60 dan ortiq davlat idoralari uchun ma'muriy binolar quriladi. Mutaxassislar yashirin iqtisodiyot hajmini 97 trillion so'm deb baholashmoqda. 2 milliondan ziyod aholi uchun yangi shahar qurilishi rejalangan. Shu va shunga o'xshash qurilishga aloqador so'nggi voqealar bilan kvadrat metr. O'zbekistonda o'tkazilgan yirik tekshiruv natijasida 396 ta sifatsiz qurilish obyekti aniqlangan. Ularning ko'pi seysmik xavfsizlik talablariga javob bermagani ma'lum bo'ldi. Bosh prokuratura va nazorat organlari hujjatlarni huquqini muhofaza qiluvchi idoralarga yuborgan. 200 dan ortiq holat bo'yicha sudlarga da'vo kiritildi. 100 dan ziyod noqonuniy qurilish buzilib tashlandi. Eng og'ir 40 ta ishda jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov boshlandi. Savdo-sanoat palatasi O'zbekistonda uy sotib olishda cashback joriy etish taklifini ilgari surdi. Hozir uylarning atigi 10% QQS bilan sotilmoqda. Qolgan 90% bitimi esa norasmiy bozor orqali o'tmoqda. Taklifga ko'ra, xaridor rasmiy hisobvaraq orqali uy sotib olsa, to'lov summasining 5-6% cashback tarzida qaytariladi. Mutaxassislar bu tizim xaridor uchun ham, davlat byudjeti uchun ham foydali bo'lishini ta'kidlashmoqda. Poytaxtda barpo etilayotgan yangi Toshkent loyihasi bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Bugungi kunga kelib 10 dan ortiq vazirlik va idoralar vaqtinchalik binolarga ko'chirilgan. Loyiha doirasida 60 dan ortiq davlat idoralari uchun ma'muriy binolar quriladi. Umumiy maydon 19,7 ming gektar. Yakuniy bosqichda bu yerda 2 milliondan ziyod aholi yashashi rejalashtirilmoqda. Hududda ekologik transport, metro va elektrobuslar yo'lga qo'yiladi. 100 minglab yangi ish o'rinlari yaratiladi. Hukumat Chorvoq hududida qiymati 5 milliard dollarlik Sea Breeze Uzbekistan loyihasini ma'qulladi. Uni tadbirkor Emin Agalarov 2025-yildan 2035-yilgacha bosqichma-bosqich amalga oshiradi. Loyiha doirasida ekologik talablar qat'iy. Kesilgan har bir daraxt o'rniga 10 tup ko'chat ekilishi, suv omboriga chiqindi tashlash esa taqiqlanishi belgilangan. Qurilish bilan bir qatorda yo'llar, yashil hududlar va turistik infratuzilmalar barpo etiladi. O'zbekistonda eng ko'p qurilish bo'layotgan hududlar ma'lum qilindi. Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, 2025-yil yanvar-iyul oylarida O'zbekistonda 162,9 trillion so'mlik qurilish ishlari amalga oshirilgan. Bu o'tgan yildan nisbatan 17% ga ko'p. Hududlar kesimida Toshkent shahri yetakchilik qilmoqda, 47,2 trillion so'm. Keyingi o'rinlarda Toshkent viloyati 18,6 trillion, Buxoro 16 trillion, Samarqand va Farg'ona 9,9 trillion. Eng past ko'rsatkich Sirdaryo viloyatida qayd etilgan. 3,1 trillion so'm. Kvadrat metr bu turar joy majmualari, biznes markazlar, mehmonxonalar va boshqa turdagi binolar haqida tahliliy va ko'rgazmali kontentlar tayyorlovchi tijoriy kanal hisoblanadi. Biz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamga murojaat qilishingiz yoki Telegram orqali kvadrat metr adminga aloqaga chiqishingiz mumkin. Mehnat shartnomalari elektron shaklga o'tadi. 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab ayrim korxonalar mehnat shartnomalarini yagona milliy mehnat tizimi orqali elektron shaklda tuza oladi. Bu tizim xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi va qurilish sohalarida 50 nafargacha xodim ishlayotgan korxonalarni qamrab oladi. 2026-yildan boshlab esa tizim kengaytiriladi. Qonunbuzarliklar elektron tarzda qayd etilib, ish beruvchi ishtirokisiz ko'rib chiqiladi va onlayn qarorlar qabul qilinadi. Qurilish sohasida yashirin iqtisodiyot 97 trillion so'mga baholandi. Savdo-sanoat palatasi ma'lumotiga ko'ra, qurilish sohasida ko'plab obyektlar rasmiy ravishda atigi 0 yoki 1 ishchi bilan rasmiylashtirilgan. Mutasaddilar bu holatni ishchilarga konvertda maosh berish va soliqdan qochish amaliyoti bilan izohlashmoqda. Uy-joy oldi-sottisida ham qiymatni pasaytirib ko'rsatish keng tarqalgan. Masalan, 126 ming kvadrat metr 10 ming xonadon atigi 1,2 million so'mdan rasmiylashtirilgan. Natijada byudjet 1,9 trillion so'm soliqdan mahrum bo'lgan. Umumiy hisobda qurilish sohasidagi soya iqtisodiyoti hajmi 97 trillion so'mni tashkil etadi. Yashirilgan soliqlar 1,2 trillion so'mga talon-taroj qilingan, mablag'lar esa 203 milliard so'mga teng. Qiziq jihati shundaki, 2024-yilda qurilish tashkilotlar soni kamaygan bo'lsa-da, byudjet mablag'lari 21,4 trillion so'mgacha oshgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida aholini shovqinning zararli ta'siridan himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi ikkinchi o'qishda muhokama qilindi. Loyiha aholining osoyishtaligi va dam olish huquqini himoya qilishga qaratilgan. Unda shovqin taqiqlangan vaqt amaldagi 23:00 va 6:00 oralig'idan 23:00 dan 7:00 gacha uzaytirish, dam olish va bayram kunlari esa 22:00 dan 9:00 gacha qilib belgilash taklif etilmoqda. Bu vaqt ichida osoyishtalikni buzganlik uchun javobgarlik choralari kuchaytirilishi nazarda tutilgan.
Shuningdek, ko'p kvartirali uylarda ruxsat etilgan me'yordan ortiq shovqin chiqaruvchi qurilish va ta'mirlash ishlari faqat ish kunlari 9:00 va 18:00 oralig'ida amalga oshirish mumkinligini belgilangan. Bahs-munozaralardan so'ng loyiha mas'ul qo'mitaga qaytarildi. Amaldagi me'yorlarga ko'ra, turar joy hududlarida shovqin darajasi kunduzi 55 detsibel, kechasi esa 45 detsibeldan oshmasligi lozim. Qurilish olamida bo'lgan oxirgi yangiliklar shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.